Assalomu alaykum. Kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatuvchi obunachilarimiz. Mana bugungi xo'sh 18 dona soluqlarimizni gigant soluqlarimizdan keldi mana. Hammasi naq bo'g'oz variantlaridan mana. Mana qo'ylarni ko'ringlar, hammasi yirik soluqlar hammasi. Mana qo'ylarni ko'ringlar. Xudo xolasa mana like-ni bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Bugun Namangan tumani Namangan viloyati Tepaqo'ron qishlog'i, Arzonchilar o'ptimchilar qishlog'iga kelganmiz. Bugun mana shu Azamajon ukamiz oldiga kelganmiz. Hajamol, tuzumsiz? Mazangiz yaxshimi? Bo'g'oz qo'ylar narxi bomba bo'ladi. Bo'ldi, qo'ylar nechta birinchi partiyaga? Nechta? 18 ta birinchi. 18 qo'ylar zo'r kelibdi omalar ha. Haqiqiy. 2 tish, 4 tish, 6 tish keldi bular ha. 2 tish, 4 tish, 6 tish tasam. Shunqani 2 ta ya bitta bor. Mana akalar 2 tish, 4 tish, 6 tish ekan. 8 tishi yo'q. 2 ta 3 ta xolos ekan mana. Qo'ylarda haqiqiy zo'rlardan keldi. Bular bo'g'oz Azamajon hammasi. Bo'g'oz hamma. Qo'ylar zo'rlardan kelib haqiqiy mana. Mana. Qo'ylar haqiqiy zo'rlardan olib kelibsiz Azamajon. Narxi ham arzon bo'ladimi bugun? Bomba bo'ladi. Lekin yirik qo'ylar ekan hammasi. Qo'chqorni ham zo'r qo'shilgan ekan Azamajon. Qo'chqari zo'r qo'shilgan. Mana mashina ichini olsangchi. Mana 2 tish. Ha gap yo'q. Qo'ylar haqiqiy udor ekan qo'ylar. Azamajon bularni narxini qanchadan deyapsiz endi? Ular 7 milliondan olmas o'tib beraman. 7 milliondan? Ha, yaxshi. Qo'ylarni haqiqiy zo'rdan ketdi lekin. Mana obunachilar naq bo'g'ozlardan mana. Qani tishini ko'raylikchi. Ishagan bu ham. 2 tish. Bunisi ham. Bu ham 2 tish. Iya, gap yo'q. Qo'ylar zo'rlardan kelibdi. Azamajon, narx bir joyga bo'lsa qanchadan o'tib berasiz? 7 milliondan. Osmon o'tib beraman to'plam. Qanchadan? Sayda o'tavringchi? 100 mingdan o'tib beraman. Ha, 100 ming emas, kelishtiring. 66 dan berishadi obunachilar. Bir joyga. Bo'lmaydi, daha ko'magan o'zimga aka. Qanchadan bo'lsa berasiz bo'pti mana Azamajon? 6 million 700 dan dastavkasi Samarqandgacha. 6 million 700 dan ketaveradi. Bir joyga bo'lsa, Bir joyga olsa ketaveradi. ha gap yo'q mana obunachilar. Mana haqiqiy qo'ylarni gigantlar ekan, lekin kichkina qo'y emas obunachilar. Bo'ylari ham 85 ag'bag'i ekan, 85, 90 chiqargan ham bo'lsa kerak, 85 ga olishaverasiz mana, ha. Qo'ydi haqiqiy zo'rlar ekan, Azamajon, gap yo'q. Narxlari 6 million 700 mingdan, ha. 6 million 700 mingdan bir joyga bo'lsa, xayrni qilib berasizmi? Xayrni qilib beraman, to'plam qilishaversiz. Dastlabki qayergacha? Dastavka Farg'onagacha. Dastlabki qayergacha Azamajon? Qayergacha Azamajon? Toshkentgacha yetkazib beraman. Ha gap yo'q. Bag'am Jadashkentlar Farg'onagacha deb, vodiy bo'ylab Tekin, Toshkent, Samarqandgacha telefon qilaverasizlar. Xudo xolos narxlarini kelishtirib berishaveradi. O'sh birinchi partiyamizga nechta aytdi Azamajon? 18 dona. Mana telefon qilib aloqa chiqarasiz, videolarini tashlab berishaveradi mana. Keyingi partiyaga qanaqalari bor Azamajon? Beraman. Qanaqalari bor Azamajon keyingi partiyaga? Bo'g'oz udorlardan bor. 5 million pastga chiqarib beraman. Ha gap bo'g'ozmi? Bo'g'oz, naq bo'g'oz bor. Ha gap yo'q. Biz keyingi partiyamizga o'tamiz yo'qsam. Mana obunachilar ikkinchi partiyamizga mana bo'g'oz soliqni zo'rlaridan mana. Mana narxi arzon ser xaridor deydi-yu mana shulardan mana. Haqiqiy qo'ylar sifatlari ham zo'r ekan haqiqiy mana. Yuzlarini ham qarang, tip-tiniq qo'ylar. Xudo xolasa narx arzon deyishyapti. Mana buni qo'yam, qorin tashab qolibdi. Katta qo'ygan mash qo'yam mana. Buni ko'ringlar. Mana. U yili ham katta ekan o'zi. Mana. Bu ham zo'r ekan. Tishi nechta? Qani ochunchi? Ha, 6 ga o'tibdi bu. 6 ga o'tdi. 6 ga o'tib qo'y. Uchatdim. Mana, o yenilar ham bilgan osib qo'ydi. Haqiqiy zo'r ekan qo'y. Mana obunachilar nechta bayda Azamajon? Bayda 14 tashkiliga. Birinchi partiya, ikkinchi partiyamiz 14 ta ekan. 14 ta. Bir tishlarni ochib ko'rsatib bering. Bitta ikkitasini. Tishlari men 6 ta butun ekan. Mana bayda 4 tish ekan bunisi. Bunisi-chi? Bu 2 tish ekan. Qo'yavering bo'ldi. 2 tishdan 8 tishgacha ekan Azamata. Ha, yaxshi gap yo'q. Xudo xolosa qo'ylar ham haqiqiy zo'rlar ekan. Bu ash qo'y ham o'ta katta qo'y ekan, ha. O. Qo'ydi qarang. O. Dumbani qarang.
Dum bana oh. Haqiqiy udarga bir mahal tishini ham ko'rsating endi obunachilarimizga. Qani? 6 taga 6 ekan. 6 taga gap yo'q. Azamonjon mana shuni o'zini qanchaga berasiz? Buni Qanchaga berasiz o'zini? o'zini olsa 5,5 millionga beraman. Gap yo'q. Lekin bunaqa qo'ydi. 6,5 7 dan teva chiqarishyapti. Buni oldingi partiyamiz bilan teppa teng lekin 5,5 millionga. Ha, 5,5 millionga o'ta arzon chiqdi lekin mashq. Azamonjon qolganini qanchadan qilib berasiz? Og'illarni Naq bo'g'oziga. Ben chiqarib beraman dedimmi? Ha, qanchadan? Qanchadan? 48dan dastlabki tashkilga. 8 emas, 4,5 dan berishadi. 4,5 dan Azamonjon bir joyga olishadi. Ash kattadan tashqari 4,5 dan. Nima deysiz? Yo'q, bo'lmaydi. Bo'lmaydimi? Ha, bo'pti 46 dan berishadi Azamonjon mana. 46 dan bo'ldi, barakami? Dastlabkasini yo'q, 46 dan Samarqandgacha qilib berasiz. Samarqandga. O, ana yangi partiyalarimiz ham keldi mana. O, so'luqlar. Yangi partiya so'luqlar ham keldi. Tashkilga chiqib beraman. Samarqandga chiqib berasiz, qo'lni bering. 4 million 600 ming yetkazib berasiz. 4 million 700 dan. Yo'q, 4 million 600 mingni bar aka. Gap yo'q mana. Yangi obunachimiz, kanalimiz yangi rivoji uchun kanalimizga obuna bo'ling, like bosib turinglar. Xudo xolasa narxi 4 million 600 mingdan bir joyga bo'lsa mayli, jichcha xayrni qilib berasiz Azamonjon ha? Xayrni qilib beraman. Gap yo'q. Mana. Obunachilarimiz bu ikkinchi partiyamiz, uchinchi partiyamizga nechta Azamonjon? Bitta. 20 bitta, bo'ldi. Ular chiqaramiz endi. Ular kattaroq shiklar hozir keldi. Allah hozir keldi. Ay, yaxshi gap yo'q. Bitta kattaroq.